Vau, zo'ru. O'jiyan, Oh, bu yoqqa kel. aha, hozir. Qimilla tez bo'l. Hozir. Ey, yig'ishtirgin telefoningni, tayyorlanib o'tirgin. Kayfiyatlari yaxshimi? Ey, Shunaqa ham achchiq qahva bo'ladimi? Qanaqa bitishar ekan buni? ha, Kayfiyatlari a'lo. yur, ketdik. Xush kelibsizlar. Rahmat. Xo'jayin, men sizga aytgan jiyanim shu yigit bo'ladi. ITni bitirdi bu yil. Yaxshi sohani tanlabsan, ukam. Hozir ITchilarni juda ketmoni chopgan. Yaxshi. Xo'sh, maqsading nima? Aytavering. Ay, Eng katta maqsadim siznikidagi gelik olish. Gelik olish? Agar eng katta maqsading shu bo'lsa, ma, odamni uyaltirib qo'ysiz, xo'jayin. ol. Tur, ol. Mana gelikli ham bo'lding. Endi nima qilmoqchisan? Endi hali o'ylab ko'rmadim. Gelik olsam bo'ldi deb yuribsanmi hali? Buni qancha xarajati borligini bilasanmi? Bir oyda kamida $1000 atrofida ketadi. O'zingdan orttirib bemalol eplay olasanmi? Agar qo'limdan keladi, eplay olaman desang, yigitlarga aytaman, hozir rasmiylashtirib beradi. Eplay olasam, Mana uncha pulim yo'q. Hozir tayinli ishim ham yo'q. pravang bormi? Yo'q, endi o'qiyman. Pravang bo'lganda ham meni bu joyga olib borib kelarding. Ishga olsam bo'lardi.